Mana bugun Guliston tumanida ham g'alla yig'im o'rimi avj pallasiga kirdi. Hozir biz turgan joyimiz Uch Qahramon hududida joylashgan Nurobod Haydarobod fermer xo'jaligining g'alla maydonida turibmiz. Hozirgi kunda biz kutgan kun desa ham bo'ladi. Hosil yig'im terim pallasida 70-80 sentnerdan hosil olishga erishyapmiz. Hozirgi kunda yana bizdan tashqari boshqa fermer xo'jaligimizda ham otryadlar ishtirokida o'rim avj pallasida. Farg'ona viloyati Ko'prik tumanidan yordamga Guliston tumaniga yordamga keldik kombaynlar bilan. G'alla o'rimlar hozir juda qizg'in, yog'ingarchilikka qolmasdan yig'ishtirib olamiz deb harakat qilyapmiz. 50 tonnagacha o'rilyapti. O'zimiz bilan 3 ta plat dominator 130 kombayni kelgan Qo'qondan. Sharoitlar bo'lyapti, yaxshi. Ovqatlar vaqtida.